material ekan. Vastan ustida. Ha, vastan ustida mana qamish, qog'oz, karton, unaqa narsa kerak emas ekan. Ha, bu ham o'zimizni xizmatimiz ichida bo'ladi. Ha, faqat cho'rni vassa bo'lsa, ustidan shunday mashina solamiz. Bu ham aka izolyatsiyani zo'r bitta foydali narsasi. Sig'i chiqarmaydi. Sig'i chiqarmaydi aka. Rossiyada mana kommentariyada yozib ketishdan akalarimiz, Rossiyada usta akalarimiz aka tunikani taydan ham qilishadi mashina izolyatsiyani. Xizmat ichida. Ha, o'zimizni xizmat ichida bu ham bepul aka. Uy egasiga bonus. Hozir yurga aka loylonbos qilingan ekan. Endi nimaga shu? Aka bu loylonbos qilingan mana ustida mana qamishlar ko'ring, mana chiqyapti aka. Yorilib ketgan. Ha, yorilgan. Chiqib ketadi qishda. Uy ichidan issiq chiqib ketyapti. Yozda sovuq chiqib ketadi. Konditsioner ishlatish kerak. O'ttiz ko'payib ketadi. Ko'payib bo'ladi. O'shaning uchun buni hozir shunday quyamizda aka. Ko'pchilik hozir mana yoz kelyapti aka. Hamma mana shunaqa ish bosdi olib zo'r bo'ladi. G'ishtni tagidan qilib turib, keyin ustidan g'isht terib yuborilsa zo'r bo'ladi. Oilamiz chiqishni boshladi aka. Alti olib kelyapti. Kvadratga qarang, vodiy ichida aka, hamma mahsulotlar o'zimizdan 45 ming so'mdan qo'yib beryapmiz aka. 45 ming so'mdan. 45 ming so'mdan. Toshkent. Qancha buni bo'lsa? Buni 7-8 qo'yamiz aka. 7-8 pullar. Bu haqiqatda sement ko'p-ku. Sement narsada, lekin salqin narsa bo'lar ekan-da. Ha, buni aytayapman, ikki xil turi bo'ladi. Giksligisi bo'ladi. Ha, bu sementavoy. Ko'ryapsizmi, loyiha shuni aka. Aka buni uy egasiga nima qilib berish kerak? Abit qilsa bo'ldimi? Uy egasi faqat tok bilan abit qilib beradi. Bu tamom. Hozir birinchi zapravkamiz boshladik aka. Razmerlari o'sha bir olinib ketaveradi. Hozir birinchisida endi o'rnashib olguncha loy. Loy suyuqda. Razmeri 7-8 bo'ladi aka. 7-8 qilib berasiz. Chiroyli qilib quyamiz aka. Bular hamma mahsulotlar o'zimizdan. Vodiy 45 mingdan qo'yib beryapmiz aka. Siz obunachilaringizga zo'r narsa. Molxonaga bitta qilib ko'rsin. Keyin molxonaga hali ish qildingizmi hech? Molxonaga ish qildingizmi? Molxonani ustiga qilganimiz yo'q-ku. Ha, molxonani ustiga qilib berdik. Yangi qurilish qilingan. Biz loy qilishdan oldin qilib berdik. Molxonaga. Aka, molxonaga lekin tavsiya qilaman haqiqatdan. Katta avion bo'lsa qanaqa bo'ladi? Aka, kvadrat katta avion bo'lsa, xizmatimiz aka O'zbekiston bo'ylab borilaveradi, joyiga qarab, avionga qarab. Akalar haqiqatda zo'r ekan. Abitlarni qilib berib, o'sha pulni to'k bo'lsa bo'ldi ekanda, to'g'rimi ustaga? Xudo xolisa, bu mahsulotimizga qancha garantiya beramiz deyapsiz? Aka, Xudo xolasa, avvalo Xudo aka 20 yil garantiya. Endi hozir hamma ham bilib turibdi, masalan, boshqa narsani qiraveradi. Ha, misol paytda tomga molxona tepasiga bosib bersak aka, misol hashay, o't, ko'taynaqa narsalarni olib chiqib aka xotirjam qo'yishaveradi aka. Bundan loy bor-ku, loydan effekti zo'r. Loyda ezursiz uqalanadi. Changib ketadi-da. Changib ketadi. Qolanib changib ketadi, to'g'ri. Bunda unaqa narsa bo'lmaydi aka. Tekis bo'ladi. Qatib qoladi, tekis bo'lib. O't hashayni bitta yig'ishtirgandan yana pokiza bo'lib turaveradi aka. Ustaga sizga ham kattakon rahmat. Lekin chorvadorlarga men aniq buni tavsiya qilib qolaman, chunki bizning chorvamizga salqin havo, salqin molxona kerak-da. Kerak albatta. Shuning uchun tavsiya qilaman. Ustaga nomerlarini qoldirib qo'yaman. Ustaga sizga ham kattakon rahmat. Xudo xolisa. Ustakamiz shu O'zbekiston bo'ylab o'zi qotish boshlabdi sekin. Ha, sekin suvni tortishni boshlaydi. Haqiqat hidi ham yo'q ekan mana.